Assalomu alaykum, qandoqlar, yaxshimi? Men bugun sizlarga yufqada buyrak qilmoqchi, o'zgacha tam, o'zgacha ya'ni. Oldi bilan buning ichi sosini tayyorlayman. Bunga oldi bilan men bu sivik ramadan bir qop to'kaman. Çektim. Oldi men bir çay stakan yağ. Bir su stakanı maden suyu. Maden suyu mana şu. Bularni bir yaxshi aralashtiraylik. Ya tursun, men bu yufqaning 5 ta yufqa ishiltaman. Zaten bu xaltaning ichidan 5 ta yufqa chiqadi. 5 adet, mana 5 adet tekdi. Oldi bilan biz bir tal yufqamizni elib, buni ustiga silib olamiz. Ko'rgandek bir tal yufqani soldim. Buning ichiga biz tayyorlab olgan bu sosni ishtak hamma yeriga yegizimiz. Çoxum hamma yeriga to'liq kelsin. Chunki chitir yani deymiz, chirikmi? Shunday bo'lishi uchun. Endi biz bunun ustiga ikkinchi yufqamizni qo'yamiz. Mana ikkinchi yufqani soldim. Bunun ustiga mu yana o'xshashlam sos to'kaman. Ovozim balkim past chiqqan bo'lishi mumkin. O'zim gelim olib qolganlik uchun. To'g'ri tushunasizlar inshaalloh. Buni yana o'xshashlam tekshirib bir yurgizamiz. Endi bunun ustiga yana üçüncü yufqamizni qo'yamiz. Yana bununga o'xshashlam sos surkaymiz. Üçüncü yufqani ustiga. Üçüncü yufqamizni surkadik. Endi to'rtinchi yufqamiz keldi. To'rtinchi yufqani o'xshashlam. Soldim. Yana buningga yana o'xshashlam sos surkaymiz.
Bugün döküversem buldu. Zaten ahırkısı. Hem de bunun üstüne 5. yufkamını koyayım. Lakin sos sürkümeyim. Bana kögünü 5. yufkamı koyup aldım. Hem de ben bunu 3 bulon şeklinde, yani üçgen şekilde kesime aldı bilen oturdum bir. Asta. Asarak buluş için şikayı bölü oleme. Anandayken bu şekilde kılavame. 4 gayrı boğandan keyin ondan üçgen kılsak asarak buludu. Hem de biz bu taraftan bu yagi doğru 3 bulon şekilde kesip alamiz. Mana kögünlardek men 3. yufkamda 3 bulon şekilde kesip buldum. Mana kögünlar bu halatda. Endi men bunun ichiga sizlar ko'kish uchun miyadroq qilay. Bunun ichiga men beyaz peynir ishlatdim. İchiga kesib oldim. Mana 2 ta beyaz peynir. Bunun qilib qo'yay. Mana pinar beyaz peynir ishlatdim. Bunu azıcık için üzerine bağlı. Bu halatda keng tarafidan qisqa tarafiga qarata shunda yo'gaysizlar. Bu halatda yo'ksanglar bo'ladi. Mesela ko'kitish uchun men otobusga olgandim bo'lmadi, lekin otobusga olmay qilsak yaxshi. Mana bu halatda men qilib bo'ldim. Endi buni 15 minut musharatga qo'yib qo'yman. Mana men buni 15 minut buzdolabda, yani to'g'natib qo'ydim, normal bo'limida. Endi biz buni yuzish uchun bir choy stakani yog', bir su stakani suv, ikkisini aralashtiramiz. Normal su. Ko'rganimiz holatda endi biz bu tayyorlab olgan mizni suvga cho'mirab turib fırın tepsimiga tizimiz. Hamma yerini tekshir cho'miraymiz. Hemen o'xshashlam shalatda qilamiz. Mana ko'rganlaridek men tizib oldim. Endi buni men önceden isitilmiş, yani oldin isitilgan 180 gradusda 45 minut pishirib olaman.
Bunun ornuna men boyattım bu tuz şekil tızgan. Hazır ornuna tegiş dögellikim üçün çaçarap ketdi. Mana tayyor boldy. Soğusun men sizlarga içini köksüp koyma. Men mana boldum. Endi muş sizlarga muşның içini köksetmekçi mana ködüňli awazyny aldyňlagy muş aletde. Ködüňli muş aletde. Boldy şimdilik yeşlik. Muş aletde sınap baksanlar boldy inşallah.